uylasa uyga qaytib keladi, tushundingmi? Bo'pti, uylanaman, faqat institutga o'qiydigan qizga. Yaxshi qiz, onamga kelin kerak edi. Kechikdingiz. Turmushga chiqqanman. Nima? Halo, qizlar birinchi yerga tegib, keyin kiryaptimi? Maktabga boraman. Yaxshi qiz, siz bilan tanishsak bo'ladimi? Og'zingizni yoping, nima deganingiz? Bu ma'nonashtirilganmi? Qoching yo'limdan. Maktab qizlari ham уже unashtirildimi? Bog'chaga boraman. Yaxshi qizcha, katta bo'lsangiz men onamga kelin bo'la olmaysizmi? Boring nariyoqda o'ynang. O'z yigitimni asablari chatoq. Nimaga borchi? Tinch, uka. Bo'ldi, ne uchun qilmang? Opa, qo'nzak bola o'g'ilmi, qizmi? Qizcha. Agar shu tug'ilgandan keyin 20 yoshga to'lgandan keyin menga turmushga berasizmi? O'ylab gaplayapsanmi? Kallayni ishlab tormiz. Uzr, opa. Opamni chaqalog'i bilan beshikka qildirganman. Bu ham Zaynitmi?